Alo. Ha, Chorsda yuribman bozor qilib. Bergan spiskam bo'yicha-da, hamma narsa har yoqda ekan-ku. Ha, bozorliklar bekor hali bo'lgani yo'q hammasi. Hali bedan chiqib stol-stul gaplashgani ham bo'lish kerak. Stol-stul gaplashgani keldi. Kiraychi, bo'shi bordir. Nima deysan? Bedan chiqib bozorga? Voy. Shuncha produkt yozgansan, bular hammasini qanday olib ketamanmi? Shundan katta Namangandan bitta oshpaz do'bbim bitdi. Yo'qdagi. Ko'rmasizmi, o'yin bo'libdi, bo'shim bozordan chiqman. Hali qo'rqidir, hali ishlar jonga deydi. Ya'ni yangilikdan xabaringiz yo'qmi? Qanaqa yangilik? Bozor restoranda catering xizmati. Mana hozir telefon qilib beraman, o'zi tushuntirib berishadi. Allo, assalomu alaykum. Fazo catering xizmati eshitadi. Bu xizmat haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, biz sizning to'ylaringiz, korporativlar va tug'ilgan kunlar, maxsus tadbirlaringizni o'tkazib beramiz va bu xizmat o'z ichiga nimalarni oladi? Malakali oshpaz va ofitsiantlar xizmati, bezakli va sifatli stollar, professional kamera xizmati hamda go'zal dekoratsiyalarni o'z ichiga oladi. Xo'p, do'stlar ko'rib turibsizlar, bunaqa holat hamma o'ylanaman deb yurgan bolalarda bor. Shuning uchun biz Fazo catering yo'nalishini yo'lga qo'ydik. Video tagidagi nomerlarga bemalol xotirjam telefon qilsangiz, biz hammasini o'zimiz qilib beramiz. Shu videoni esa o'ylanaman deb bozorlarda yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.